Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana o'tgan kun aytib o'tganimizdek eshiklarimizni olib kelib o'rnatdik. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa mana juda chiroyli bo'lib o'rnadi. Bu yerda 7 dona eshigimiz bor, 2 dona romimiz bor. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, operator bu yog'ini o'zim olaman. Ko'rib turganingizdek eshiklarimiz lola fasonda, materiallarimiz 08, ruchkalarimiz doimgidek o'sha original ruchkalardan. Ko'rib turganingizdek yopilishiga e'tibor berasizlar. O'ta go'zal chiqqan. Ko'rib turganingizdek materiallarimiz 08 MDF. Oynalarimiz qo'lni germetiklangan. Eshiklarimiz ko'rib turganingizdek atrof qo'lni rezinkalangan. Osha-moshalarimiz, petlalarimiz original o'sha har doimgidan. Ko'rib turganingizdek ichkaridan ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa uzoq xizmat qiladigan eshik romlar bo'ldi. Eshik rom tanlashda yana bir narsalar to'xtalib o'tamiz. Doim kimgadir eshik rom kerak bo'lsa, qiziqayotgan odamlar bo'lsa, doim materialiga e'tibor beramiz. Ko'p joyda arzon deyishadi, telefon qiladi. Narxlarda aytib o'tganimizdan keyin aka sizlarga ozroq qimmat ekan deydi. Bizniki nima uchun qimmat? Bizniki eng toza materiallardan qilamiz. 08 MDFlardan, ruchkalarda arzon narsalar qo'yilmaydi. Ko'rib turganingizdek emblemalari bilan, mana yozuvlari bilan, kalitlari bilan ayrim ustalari bor. 05 MDFlardan qilishadi. U o'zingizlar bilganingizdek ancha yupqa bo'ladi, ancha-muncha ustalar ahli yetadi bunga. Unaqa ishlar bilan adashtirmaymiz bularni. Xudo xolasa uzoq xizmat qiladi bu. Inshaalloh. Ko'rib turganlarda o'ta go'zal chiqqan. Karnizlarimiz, boshqalarimiz, yani fasonlarimiz o'ziga moslab kashkilarni qora qilib berganmiz gullarimizni. Zakazchigimizni xohishiga qarab turib ishlarimizdan xudo xolasa zakazchigimiz xursand ancha. Bular narxlariga to'xtalib o'tsak, ishlarimiz bor. 750 ming so'mdan boshlab kvadrati 1.800 minggacha. Xudo xolasa nomerlarimiz 95 864 2000 telegramlarda faolimiz. Xudo xolasa bemalol yozsanglar, kataloglarini tashab beramiz. Tanlab aytsanglar, narxlarini shunga qarab hisoblab beramiz. Narx razmerlarini yozsanglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat.